Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Tamojna institutiga ekran o'rnatgan kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ekran o'rnatib beryapmiz. 2,5 ga 4,5 ombon kartalaridan BX. Ombon zavodini bilmagan o'zi biladi. Ombonni O'zbekistondagi rasmiy dilleri Uzlet kompaniyasi rasmiy dilleriga olgan. Ombon kontroller, ombon video prosessorlarini ko'rishingiz mumkin. Ko'ramiz. Bo'lsa chiroyli qilib sonofika qilib o'rnatib beramiz. Asosan biz ekrandan qo'yish maqsadi bunaqa dars jadvallari bunaqa narsalarga qo'yib qo'ygan ekan. Bunda xudo xolasa ekranda bo'ladi hammasi. Boshqa narsadan ham foydalansa bo'ladi, bilasizlar. Bu narsalarni menimcha davr o'tdi deb o'ylayman. Sizlarga ham shu turdagi va boshqa turdagi xizmatlar kerak bo'lsa, Uzlet kompaniyasiga murojaat qilaverasizlar. Uzlet kompaniyasi barcha turdagi ekranlar mavjud.